Assalomu alaykum, hurmatli Maktabgacha ta'lim tashkilotida faoliyat olib borayotgan psixologlar. Sizlarga ushbu darsimizda psixologning ish hujjatlarini yuritilishiga alohida to'xtalib o'tamiz. Psixologning hujjatlarini to'plamini 3 turga ajratishimiz mumkin. Birinchi turi me'yoriy hujjatlar, ikkinchi turi maxsus hujjatlar, uchinchisi esa tashkiliy pedagogik hujjatlar hisoblanadi. Me'yoriy hujjatlarga psixologning faoliyatini aniqlab beruvchi standart huquqiy hujjatlar o'z ichiga oladi. Jumladan, bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya, bola huquqlarini kafolatlaydigan nizom, O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimida faoliyat olib borayotgan psixologlarning nizomi, ta'lim to'g'risidagi qonun va yana yaqinda biz tasdiqlanib amaliyotga tatbiq etilgan faxr bilan aytadigan maktabgacha ta'lim to'g'risidagi tarbiya va ta'lim to'g'risidagi 595-sonli qonunimiz nazarda tutiladi. Ikkinchi turiga esa maxsus hujjatlarga quyidagilar kiradi. Maxsus hujjatlarga psixolog xulosalar, bolaning ismi sharifi, yoshi, tekshiruv sanasi, psixologning sharifi, ismi, ular quyidagilarni o'z ichiga oladi. Bilish sohalarini rivojlanishi, hissiy rivojlanish, muloqotchanlik rivojlanishdagi muammolar hamda tavsiyalar. Yana shu maxsus hujjatlarga kiritishimiz mumkin bo'lgan hujjatlardan biri korreksion ishlar xaritasi. Korreksiya, tuzatish degan ma'noni anglatadi. Qandaydir masalan ijtimoiy, hissiy sohalarida kamchiliklari bor bo'lgan, nuqsonlari bor bo'lgan bolajonlarimiz bilan amalga oshirayotgan tuzatish ishlarimiz, metodikalarimiz korreksion ishlar hujjatiga kiriladi. Diagnostik tekshiruvlar, korreksion mashqlar ishlanmasi. Siz korreksiya qilayotganda qaysi metodikadan foydalanganligingiz, unga qanday diagnoz qo'yganligingiz yuritib boriladi. Psixologik tavsiyanomalar. Siz tavsiyanomani pedagogga, ota-onasiga, bolaning o'ziga berayotgan tavsiyanomangiz hisoblanadi. Psixologlar maslahatlar daftari. Siz ushbu daftar ham maxsus hujjatlar turiga kiritiladi. Kuzatuv daftari. Mana shu kuzatuv maxsus hujjatlar turiga kiritiladi va bu hammalaringga ma'lum psixologning bolani rivojlanishi haqidagi xaritalari sir saqlanishi kerak. Tashkiliy metodik hujjatlarga tashkiliy metodik hujjatlar psixologning avvalambor kun tartibini belgilaydi. O'tgan darslarimizda aytib o'tdim, kun tartibini belgilashda eng avvalo psixolog katta hamda maktabga tayyorlov guruhlarida haftada 2 marta frontal mashg'ulotlarni o'tish kerak. O'rta guruhiga tarbiyachi murojaat qilgandagina kirib shug'ullanasiz. Kichik guruhlarga ota-ona murojaat qilgandagina kirib shug'ullanishingiz kerak. Kun tartibini tuzayotganda mana shu qoidalarimizni nazarda tutib, shu qoidalardan chiqib ketmagan holda tuzishingizni tavsiya qilaman. Yillik, oylik, haftalik ish rejalari. Ushbu rejalarni o'zingiz faoliyat olib borayotgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining pedagoglari bilan hamkorlikda tuzishingiz kerak. Uchinchisi, bajarilgan ishlar hisoboti. Ushbu hisobotni juda ko'pchilik maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologlari qanday hisobot berishlikni so'rashadi. Ushbu hisobot avvalambor har bitta guruh uchun yozib boriladi. Qanday nima ishlarni amalga oshirganligingiz to'g'risida va bir nusxasi maktabgacha ta'lim bo'limiga taqdim etiladi. Monitoring. Xo'p, endi eng avvalo har bitta masalan bolani monitoring qilib chiqiladi. Kuzatuv daftarida yozib borilgan natijalarni monitoringga solamiz. Va psixologni o'z navbatida olib borayotgan faoliyatini maktabgacha ta'lim tashkiloti metodisti, uslubchisi har 3 oyda bir baholab boradi.